Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana kecha tayyorlashga tushgan veligimiz mana bugun bitdi. Qaranglar, mana qanaqangi chiroyli velosiped. Bu asha yoshi kattaroq otaxonlarga yoki velosiped minishga qiynalganlarga juda qulay narsa. Mana ramasini ko'rishlaring mumkin. Pastdan egilib chiqqan. Deyarli oyoq ozgina ko'tariladi xolos mana. Ozgina ko'tariladi mana. No katta ko'tarilmaydi. Ozgina nomay ko'tarilib minishga qulay. Yoshi katta otaxonlar qiynaladigan bo'lsa, bu velosipedda umuman qiynalishmaydi mana. 3 ta skorosti bor mana. Oyoq tormozi bor, qo'l tormozi bor. Juda ham go'zal, chiroyli holatda ko'rishlaring mumkin. Holatini mana dinafarlarigacha bor. Razmeri 26 razmerda. Lekin g'ildirak 26 bo'lgan bilan gavdasi 28 ga o'xshaydi mana. Gavdasi baland. Chiqib tushishga juda qulay narsa. Hozir mana shu holati 100% radnoy holatda. Umuman almashgan detal umuman yo'q bunda. Shu zavod holatda, kraskalarni ham ko'rishlaring mumkin, idealniy holatda. Vilkalari amortizatorli. Diskalari 2 qavatli piramida diska. Juda mo'shli baquvvat diska bular. Uncha-munchaga vasmorka bo'lmaydi. Ko'rishlaring mumkin, dinamga mana oldi fari, orqa farilar yonadi. Holatlari idealniy holatda. Shunaqa velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar, like va podpiska qilish esdan chiqmasin.